Kechqurun bolanglar shantaj qilib, yig'lab, isterika qilib, sizlarga uyqu bermayaptimi? Charchatib yuboryaptimi? Nimaga yig'layotganini bilmayapsizlarmi? Uni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, demak, telefon yoki televizorda qo'rqinchli narsalarni ko'rishi yoki kunduz kuni bolalar injuvlik qilib urushgan bo'lsa yoki sizlar ko'proq urushib yuborgan bo'lsanglar yoki aka ukalar bo'ladi bitta oilada, narsa talashib urushgan bo'lsa, kechqurun ham misol uchun yig'lab uxlatgan bo'lsanglar, o'sha kuni kechasi ham shu narsalar tushiga kirib chiqadi, tushida ham urushib chiqadi, shuni holatida yig'laydi deb aytaman. Ikkinchisi, epilepsiya holati, unda ko'karish, titrash yoki qaltirash kabi simptomlar kuzatiladi. Uchinchisi, CD qopida CD to'lishi informatsiyasi miyasiga kelayotgan bo'ladi. Bola uyqusirab uni tushuntira olmayotgan bo'ladi. Bunaqa holatlarda 3 xil holatlarda 3 xil yo'nalishda davolash kerak. Uni holatini bilish uchun albatta nevropatologga murojaat qilish kerak.